Dertler geldi başımga, yaşlar toldu gözümge. Dertler geldi başımga, yaşlar toldu gözümge. Karı olmaz hiçbir dostun, anam fakat yığladı. Karı hiçbir dostum, anam fakat yığladı. Anam fakat yığladı. Yüreğimni parçalap yarım ketdi öyümden. Endi yarga men emas, boylik obro'y muhimken. Yerim ko'nglim to'ldirib, anam menimda turar. Ig'ir kunda beshimni silab, anam fakat yığladı. Anam fakat yığladı. Ana canım, mehribanım, siz dünyada azizim. Ana canım, mehribanım, siz dünyada azizim. Sizden yaxshi chin do'stlar bo'lmas ekan dunyoda. Sizden yaxshi chin do'stlar bo'lmas ekan dunyoda. Rencimegin balam deydi, ana canım, mehriban balam. Rencimegin balam deydi, ana canım, mehriban balam. Ana canım, mehriban can anam, daima yenimdisiz. Sizden yaxshi chin do'stlar bo'lmas ekan dunyoda. Ona canım, mehribon can anam, doimo duodasiz. Sizdan yaxshi chin do'stlar bo'lmas ekan dunyoda. Rahmat. Barcha kuyimchan, mehribon onalarimizning oltin bo'yi menga aman bo'lsin. Agar menga kichikgina bir muhlat bersanglar, ana shu kuyimchan, mehribon onalarimizning qatorida meningmi bir kuyimchan, bir jafokash bir onam bor. Shu guldasni shu onamga tutasam, ruxsatmiki? Qani chavaklarimiz bilan. Rahmat.
Cennet analarının ayg'asida debken Abdukimjonning şu mikrofon anasınınki ömrü uzun bolsun, seni salamet bolsun. Şu anamızdaki ana Abdukimjondek bir ijodkor o'g'ilni istaginiga ko'p rahmat. Rahmat. Ömrümüz uzun bolsun, bana selamet olsun. Rahmat. Rahmat. Hoş az mehmonlar, bugungi kechiligimizga Abdukimjonninki shu ijod emgaklarininki nomini mushdaq tatqan jafolarini anglab nurg'ulg'an san'atkorlarimiz bugungi kechilik qadam tashrif qildi. Shu so'zimizdan dalil sifatida sahnamizda ajoyib bir san'atkorlarimiz o'zining mahoratlarini, chiroyli ko'ngil sovg'alarini mehmonlarga taqdim etmoqchi. Tavanda sahnamizda davlatlik birinchi darajalik artist bizdinki Xotan diyorida emas, avtonom rayonimiz ish sirtida usul xonishi deb nomlagan Xotan viloyatlik Yeni Qashqadaryo usul umigininki el so'ygan usulchisi, artisti, shundoqla bugungi kechilikdan biz ko'rayotgan sahnadagi usullarning, shundoqla butkul sahnaning san'at yetakchisi, rejissor, usul xonishimiz Sharofat Rahman. Abdukimjonning shu kuylariga Sharofat xonimni parvoz qilish taklifimiz qani sahnamizga marhamat.